Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Daniya cho'chki sat o'rdakni aytib beraman. Daniya cho'chki sat o'rdak. Burun nihoyatda chiroyli bir joy bor ekan. Bu yerda yop-yeshil daraxtlar ko'karib turadi ekan. Daraxtning o'rtasida suvi zumraddek suzuk bir ko'l bor ekan. Ko'lda bir to'p o'rdaklar erkin o'zib o'ynaydi ekan. Mushu joyda bir qeri o'rdak cho'jilarini chiqarish uchun bir necha tuxumni besib yotgan ekan. Xeyli kunlar o'tgandan keyin tuxumlar yerilib, bir-biridan omoq o'rdak cho'jilari chiqishga boshlabdi. Ana o'rdak xushallikdan qin-qiniga patmay qapti. "G'aq, g'aq" debdi u ballariga. Ballarımı onu doğrab g'aqildashga boshlabdi. "Bu dunyo nima degan cho'ng?" deyishibdi cho'jilar. Demisimi, ularning hozirgi dunyosi tuxumning ichiga qaraganda bo'lakchili cho'ng ekan. "Hammanglar tal bo'ldinglarmi?" deb so'rabdi ana o'rdak o'rnidan turib. "Viyay, bu nima ish endi? Bu cho'ng tuxum texi tushib turibdi-ku. O yana qanchalik turdigandi, ha?" Ana o'rdak qeyb qolgan cho'ng tuxumni yana besib yetibdi. "Hey, ahvoling qandaqroq?" deb so'rabdi yana bir qeri o'rdak uni yo'qlab kelib. "Bir tuxum qoldi. Bu tuxumni bostirishga jiq vaqt ketadigan o'xshaydi" debdi ana o'rdak. "Hozirgacha yerilmadi." Ana o'rdak bir necha qitim tuxum besib yotgan bo'lsa-mu, azaldan bundoq uzoq vaqt yetib baxmagan ekan. Tuxum oxir yerilib, ichidan nihoyatda cho'ng ham sat bir cho'ji chiqibdi. "Nima degan sat? Nima degan qo'rqinchli nima bu?" debdi ana o'rdak. "U boshqa ballarimga zotan o'xshamaydi ekan. Heliqi qeri o'rdakning degandek, u ko'rka to'xuning cho'jisimidu ya? Hay, bo'pti. Buni bir sinab boqay. Suvga tushmasa, tepib bo'lsa-mu tushiraman-a?" Shunda qilib, bu o'rdak cho'jisi ona o'rdak oilasining yangi a'zosi bo'lib qopti. U haqiqatan bayla sat bo'lg'ashqa hammaylan sat o'rdak deb ataydigan bo'pti. Atsi havo ochiq, shundoq chiroyli kun bo'pti. Ana o'rdak ballarni boshlab o'stanga kapdi-da, birinchi bo'lib o'zi suvga tushibdi. Arqadan o'rdak cho'jilari bir-birlab tushib, suvga beshni cho'kirib, chiqarib o'ynabdi. Heliq sat o'rdak cho'jisimi ular bilan tang o'zib o'ynabdi. "U ko'rkto'xu emaskan" deb o'ylabdi ana o'rdak. Uning putlarining suvdagi harakati nima degan abjil, o'zishlari jo'tehi, o'zimning balasi ekan. Toza inchga qarasang, umi xeyli chiroyli ko'rinadi ekan. Sat o'rdakning qo'rsiqi yomon ekan. U yesa to'ymaydi ekan, doim aka-ochilar bilan yemaklik talashib, urushib qoladi ekan. Qo'rsoqqa bak omroq bo'lg'ashqimikin, sat o'rdak nihoyatda tez cho'ng bo'pti. Shug'inisi, uning birmi do'sti yo'q ekan. Aka-ochilari uning bilan birga o'ynashni xohlamaydi ekan. Uning satligidan nomus qiladi ekan. Qulum qo'shnilarimi uchirgan yerda uni masxir qilishidi ekan. Lekin ona o'rdak uni qilcha yaklamaydi ekan. Balki eng amroq ballari qatorida ko'radi ekan. "Unda qilmanglar. U sat bo'lsa-mu mening balam" deydi ekan ona o'rdak. Lekin uning so'zlariga hech kim quloq solmaydi ekan. Hammasila u bechorini qo'g'lab etishning qo'yidi ekan. Qarindoshlari sat o'rdakning ko'ziga ilmaydi ekan. O'zlaridan yiroqroq turishni tilaydi ekan. Hatto ba'zida "Sen satni mushga vaskan" deyishidi ekan. O'rdaklar uni cho'qinaydi ekan. O'rdak cho'jilari uradi ekan. Kunlarning o'tishiga agishib, ona o'rdakmi sat o'rdakdan bezor bo'lib, "Bechora sat o'rdakim, nemishqimi aka ochlaringdan buncha farqlanadigan-san-a? Yiroq joyga kassangmi bo'pti ekan" deb o'ylaydigan bo'lib qopti.
Sət ördək anısınыңmı barğansır öz bilan kar bolmayıvatqanlığını sezgan çığıda ko'ngli bək yerim bopdu. Bichara sət ördək qattiq ümidsizlanıpdı. Meni yaxshi ko'rdigan hech kim qolmabdi. Bu yerda turishimning yo'li qolmaganga o'xshaydi, deb o'ylabdi. Axir u chitlaqdan uchib o'tib qechib ketibdi. Sət ördək yugura kengri bir etizliqqa kelib qapti. Etizliqda danlab yurgan qushlar uningdan urkib osmonga uchishibdi. Bumi mening sət bo'lganligimdan bo'lsa kerak, deb o'ylabdi u. Shuning bilan ko'zini yumib olib qechiveribdi. Bir chaqda u bir ko'lning bo'yidagi chatqanliqqa kelib qapti. Chatqanliqdagi qushlarmi uni ko'rib qo'rqib ketibdi. Yo'qshimisizlar, mening ismim Sət ördək, debdi u o'zini tanishtirib. Menmi bir ördək, aytinglarchi, sizlar menga o'xshash kulrang ördəkni ko'rib boqqanmi? Qushlar uning ördək ekanligini uqib qo'rqmaydigan bo'pti va uningga har holda do'stona muomala qilishga boshlabdi. Men ördək degan, hech o'xshamaydi ekansan, debdi ular. Biz sana o'xshaydigan ördəkni zodini ko'rib boqmagan. Sət ördək ümidsizlanmay yana davomliq olg'a mengibdi. Manga yovu ördəklar yashaydigan sasliqqa berib qapti. Bək charchiganligi va ruhi tushkun bo'lganligi sababidan tun bo'yi qimir qilmay yetibdi. Tong atganda yovu ördəklar uchishga boshlabdi. Ular o'zlarining bu yangi do'stiga qarashib, "Sen kim?" deb so'rabdi. Hammasiga izzat bilan hurmat bildirmoqchi bo'lgan Sət ördək birdam o yoqqa, birdam bu yoqqa o'rlib ta'zim qilibdi. "Men Sət ördək", debdi u. "Sizlar menga o'xshash kulrang ördəkni ko'rib boqqanmi?" Yovu ördəklar uning gapini anglab o'zaro qarashibdi. Ondan boshlarini chayqishibdi. "Biz seningdek Sət ördəkni zodil ko'rib boqmagan", debdi yovu ördəklar. "Bizning jamiyatdagi birortasiga uylanmasangli bo'ldi. Sening Sət bo'lganingning biz bilan qilcha aloqasi yo'q." Bechora Sət ördək o'ylanishni zodil o'ylanib boqmagan ekan. U yovu ördəklar mening qo'mishliqda yetishimga, sozliqdagi suvdan ancha-muncha ichishimga ruxsat qilsalar bo'ladi deganlarni orzu qiladi ekan. Chunki u bak charchab ketgan ekan. Aram elishga tashna ekan. U bu yerda to'g'ri 2 kun yetibdi. 3-chi kuni 2 yovg'az uchib ketdi. Onasining tuxumidan amdala chiqqan bu g'azlar intayin kapsiz ekan. "Hay do'stim", debdi ulardan biri. "Sətligingdan o'ylanib ketay. Shundoq bo'lsa-mu biz seni yoqtirib qoldik. Yana bir sozliqda bir necha g'az bolasi bor. Ular qizlar. O'zing Sət bo'lsangmi, berib ta'lingni sinab boqmamsan." Shu asnoda pong-pong qilgan o'q ovoz anglanib, heliqi 2 yovg'az qo'mushliqqa yiqilibdi. Birdamdila atrof qonga melinib ketibdi. Yana tong-tong qilgan ovozlar anglanib, qo'mushliqdagi top-top yovg'azlar uchib chiqibdi. Aslida ovchilar qo'mushliqning atrofida mukunib yotgan ekan. Bir chaqda itlar yugurib kelgan ekan. Bechora Sət ördək qattiq qo'rqib ketib, beshini qanotlarining ichiga tiqibdi. Bir it uning qishig'i kelib, burnini uning badaniga takkizib qo'yib, yana kayniginib yugurib ketibdi. "Sətligim o'sqotdi. Sətligimdan ov itmi meni tishlamadi." Qarong'i tushganda atrof jimibdi. Sət ördək sozliqdan qochib, mang bir daqiqa mo'mayning uyiga kelib qopdi. Ko'z yaxshi ko'rmaydigan mo'may uni qafasga solab qo'yibdi. "Menda o'rdak tuxumi bo'ladigan bo'ldi, ha? Bu o'rdak bo'lg'iydi", deb o'ylabdi mo'may. Mo'mayning bir mekini va bir mushki bor ekan. Mo'may Sət o'rdakka yaxshi yemakliklarni beribdi, lekin u tug'mabdi. "Sen mendek tuxum tug'olmamsan?" deb so'rabdi Mekiyan. "Yo'q", debdi Sət ördək. "Amisa, meningdek miyongli olamsan?"
debdi mushuk. Yo'q, debdi sat o'rdak. Amisa, dimbangni ko'tara olamsan? Ko'zingdan o't chiqni olamsan? Yo'q, debdi sat o'rdak beshini chayqab. Sen tuxum tug'misan? Mo'may seni qozonda dumlab pishirib yevdidi. Men sening sungaklaringni g'ajayman. Debdi mushuk sat o'rdakni qo'rqitib. Sat o'rdak bu gaplarni anglab qattiq qo'rqib ketibdi. Bu dunyoda meni yoqtiradigan biror tip bo'lmaydigan o'xshaydi. Shunda qilib, egisining sat o'rdakni e'tiborlab beqishiga chiday olmay qolgan mekan bilan mushuk uni hovlidan qo'g'lab chiqaribdi. Bir kuni sat o'rdak mong bir qo'mushqa kelib qapti. Meni hech kim yoqtirmaydi ekan. Eng yaxshisi bir umr mushu yerda turay, deb o'ylabdi sat o'rdak. Bu yerda yemakliklar intayin mo'l ekan. Buni ko'rib sat o'rdakning ko'ngli ko'tarilib qapti. Lekin u yolg'izlikdan zotili qutula olmabdi. Chunki u to'limi sat bo'lg'achqa bu yerdagi hayvonlarmi uni ko'zga ilmaydi ekan. Kuz kelib, o'rmonlikdagi daraxtlarning yo'pirmoqlari to'kilishga boshlabdi. Havomi muzlab, mo'llar yig'ishga, qor yig'ishga boshlabdi. Qag'lar muzlig'idan qaqildishibdi. Bechora sat o'rdakning kun elishi texmi taslashibdi. Bir kuni ko'kda safar qilib charchagan quyosh ufqqa yetib ketayotganda, bir to'p qushlar ko'kdan qator tizlashib uchib o'tibdi. Sat o'rdak umrida bunday chiroyli qushlarni ko'rib boqmagan ekan. Ular qardek oq, bo'yinlari uzun ham yumshoq ekan. G'alidila sayraydi ekan. Shu tapda ular qanotlarini kang kerib ushqunicha qish kelib qattiq sovuq bo'lib ketgan bu yerdan issiq joylarga uchib ketayotgan ekan. Bu qushlar oqqo'lar ekan. Bakmu egiz uchidi ekan. Ularni ko'rib sat o'rdak qattiq havas qilibdi. Agar men ularga o'xshash bo'la olgan bo'lsam, naqadar yaxshi bo'ladi, ha? deb o'ylabdi. Havo qattiq sovib ketibdi. Sat o'rdak suvning yuzi muz tutib ketmasin deb, oyoq-boyoqqa to'xtamay o'zibdi. Lekin suv yuzi borgan sir muz tutishga boshlabdi. Bechora o'rdak: "Mushundoq bo'laversa, men ustiga yermi qilmoqdak?" deb ansirab, putlarini tinmay palaqlatibdi. Oxiri u heri pesh majoli qolmay hushidan ketibdi. Attiganda bir dehqon bu yerdan o'tib ketib, uni ko'rib qopti. "Ey bechora, og'ir kunga qopsan-a?" debdi dehqon uning ich og'ritib. Ondan muzni cho'qib, uni muz ostidan chiqarib olib uyiga akitibdi va bolalarga uningdan obdan xabar elishni tapilabdi. Dehqonning bolalari bak kuyimchan, oq ko'ngil bolalar ekan. Ular sat o'rdakning holidan obdan xabar olibdi. Issiq makon, illiq muomala, yaxshi ozuqlikka erishgan sat o'rdak qishni xotirjam o'tkazib, texmi cho'ng'ib ketibdi. Ammo buni o'zi sezmabdi. Bahor kelibdi. Bir kuni dehqon sat o'rdakni ko'tarib uydan chiqqan ekan, bolalari: "Doda, uni nega olib borisan?" deb cho'g'irlashibdi. "Havo ustida, bolalarim. Bu qush endi tabiat qo'yniga qaytib berish kerak", debdi dehqon va sat o'rdakni heliqi qo'mishliq ko'lga akilib, suvga qo'yib beribdi. Sat o'rdak ko'lda uzib yurganda, tuyuqsiz o'zining suvdagi sho'ldisini ko'ribdi. Ko'ribdi-yu, ko'zlariga ishonmay qarab qolibdi. Bu bir mo'jiza-ku. Shu tapda u sat ham odamni bezor qiladigan heliq o'rdak emas, balki chiroyli oqqo'ga aylanib qolgan ekan. "Bu rostmi menmi?" deb so'rabdi u o'z-o'zidan. Yo'q, bu men emas." U atrofiga qarabdi. Biroq shu tapda bu yerda uningdan boshqa hech kim yo'q ekan. U yana suvga qarabdi. Yana shu chiroyli o'rdak o'xshashlar hayronlik bilan uningga qarab turg'udak. U endi suvdagi sho'la haqiqatan o'zining sho'lisi ekanligiga ishonibdi. U aslida bir oqqu ekan emasmi?
U burun tartgan azoblarga amdi xushal bo'pti. Baxt va go'zallik uningga quchoq echibdi. Bir necha kungacha ko'kda oqqo'larning sayrashlari uzilmabdi. Issiq yoqlarga ketgan top-top oqqo'lar kayni-kaynidan qaytib keldi. Ular notanish, ammo to'lim chiroyli bir oqqo'ni ko'rib, dastlabda hayron bo'pti. Keyin uning atrofida aylanib, uni mehr bilan suyibdi. Bir kuni ko'l bo'yiga bir necha bola kelib, suvga bir muncha bo'lki uvoqlari va bug'doy dallarini tashlab, oqqo'larning dallashlarini tomosha qilibdi. Ularning biri birdilla: "Yangi oqqo kepti, uningga qaranglar", deb to'lab ketibdi. "U to'ximi chiroyli ekan-a?" deyishibdi qolgan balalarmi. Maqtashlardan xijil bo'lgan oqqo'l beshini qanotlarning arsiga tiqibdi. U o'zini shuncha baxtli his qilibdi, ammo zodil mag'rurlanmabdi. Burun boshqalarning o'zini xarlganligini, masxara qilganlarini o'ylabdi. Endi boshqalarning eng go'zal qush deb maqtayotganligini anglab, ichidan xushal bo'pti. U oppoq paylarini ko'ptirib, uzun bo'ynini texmi so'zib, ichidan chiqayotgan xushalliqi bilan: "Men sat o'rdak vaqtimda bundoq baxtli bo'lman deb o'ylamagan edim", deb sayrabdi. Kichik do'stlar, cho'chakdagi o'rdak ko'rimsiz sat deb kamsitildi. Sat o'rdak har bir kamsitilganda shunchalik umidsizlandi, ko'ngli yerim bo'ldi. U demisimi men pek ko'rimsiz deb o'ziga faqat ishonmadi. Umoqlarim, boshqalarni kamsitish u bir yomon illat. O'ziga ishonmaslikmi ham shu. Shuning uchun biz sat o'rdakdek bo'lmay, har vaqt o'zimizga ishonaylik. Boshqalar qiyinchilik uchirganda, qiyin ahvolda qolganda, ularni kamsitmay, yordam qila oladigan, tasalli bera oladigan aqlli bola bo'laylik, ha? Kesh bo'p ketibdi, endi baldir uxlanglar.